obunachilar, bugun sizlar bilan men bizga bitta obunachimiz yozibdi. Mana zombi modini qanday qo'shdingiz deb. Xo'p, mana shu yerga chiqarib qo'yaman. 1 2 3 chiqdi. Mana shu pardeshkada sizga juda rahmat. Juda zo'r pardeshkada mana shu bola, lekin boshqa obunachilarim bunaqa emas. Obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Asha obunachimizga o'xshab sizlar ham pardeshka qilinglar. Menga eng yoqqan obunachi mana shu bo'ladi. Demak, boshladik. Xo'p, bu yoqqa o'tamiz. Bizga Play Market kerak bo'ladi. Bu yerga yozamiz. Mod deb yozamiz. Xo'p, bu yerga mod zombie deb yozamiz. Xo'p, bizda pastda mana chiqayotgan mod. Mana bu modni chiqardik, ko'rganinglarda buni tortamiz. Xo'p, tortgan mana ko'rganinglarda rasmlari men xuddi shu zombilarni olganman. Xuddi shu zombilarni tortilgunicha sizlar bilan men shu bilan gaplashmay turaman. Do'stlar, u tortilgunicha biz Google ga kirib yozamiz. Bu yerga Happy Mod deb yozamiz. Happy Mod deganimizdan so'ng mana yerda Happy Mod chiqadi. Voy, uzr, mana yerda Happy Mod chiqadi. Buni ustiga bosib turib, keyin mana yerda tortish bo'lim turibdi. Mana tortish bo'lim turibdi. Shuni tortasizlar. Xo'p, keyin bizga u mod kiritish uchun faqat bizga kerakli o'yin bizda faqat mana bu Minecraft bo'ladi. Sizlarga maslahatim, buni Happy Moddan tortinglar. Menda ham o'zimda bor Happy Mod. Mana Happy Modga kiramiz. Kirganki hamma narsaga ruxsat deysizlar. Hop. Kemayda Minecraft turibdi, mana ko'rganinglarda rasmi hozir shunaqa. Buni ustiga bosib tortasizlar. Uji mana tortildi. Biz nimamiz ham ungacha biz mana uni o'rgataylik. Keyin mana shu yerda mod qilmoqchimisizlar yoki bu mod bo'lmaydi. Keyin mana shu yerda mana yerda 90 75ligi turibdi. Shuni tortasizlar. Mana yerda ustidan bosasizlar. Chunki men tortmaganman, lekin o'shaning uchun tortilmaydi. Mana yerda bosinglar, uji tortiladi. Xo'p, keyin mana shu mayetdagini esangiz, mana yerda men parcha tortib qo'yganman. O'shaning uchun mana shu yerda manaqa joyda anaqa tortiladi. Keyin mana yerda tortgan narsa eng zo'r joyi, tortgan narsalar mana shu yerda turadi. Ikkinchi bo'limda. Xo'p, ungacha biz hozir va do'stlar mana bu modga kirib olamiz. Xo'p, biz boshqa mod qo'shib ko'ramiz, chunki biz o'zi bunaqa bo'lganmiz. Keyin mana shu yerda sizlarga yoqqan modni qo'shasizlar. Menga yoqqan mod menga yoqdi. Hozir juda g'aroyib ekan. Mana shu mod yoqdi. Mana shu ustiga bosasizlar. Keyin mana yerda bo'lim turibdi. Mana yerda tortish bo'lim turibdi. Shuni izlasizlar. Kutib turasizlar. Mana yerdagilarni ko'rib olasizlar. Mana ko'rganinglarda tortilyapti. Do'stlar, bir tomoni yomon internetli va mana yerda betmona yana tortilgandan so'ng yana bir ustiga bosasizlar. Bosganinglardan keyin mana yerda Minecraft turibdi, shuni ustiga bosasizlar. Keyin shunaqa qizil bo'lib kirilib ketadi. Keyin mana yerda xabar keladi. Ting deb xabar keladi. Mana ko'rganingizdek, mana yerda xabar keladi. Mana ko'rganingizdek xabar keldi. Hop, bizda keyin liboy joyiga qo'shaverasizlar. Keyin sizlarga hamma narsani o'rgatishim kerak, chunki tushunmasdan qolib ketishinglar mumkin, o'shaning uchun uzr. Hop, bizda men monga mod qo'shib qo'yganman, o'shaning uchun men hozir monga qo'shaman. Qalamchani ustiga bosasizlar, mana yerda uni eng tagiga borasizlar. Mana yerda modlar turadi. Mana yerda mana modlar qo'shasizlar. Tagligini yozishinglar kerak bo'ladi. Keyin yana bir marta baytdagilarni yozasizlar. Xo'p, keyin hech bola qilmasdan mana ham kelaveradi shunaqa xabar. Keyin mana play deb yozasizlar. Kirish sal qiyin bo'ladi, unchalik emas. Xo'p, mana shu to'lgandan so'ng sizlarda uji kirilgan bo'ladi. Xo'p,
shu obunachimiz aytib oldi bu modda qayerdan oldingiz deb. O'shaning uchun video chiqarib keldim. Keyin esa mana ko'rganingizdek bu yerda uy mana bu dacha videosini olganmiz, shu turibdi. Shuni oldim. Xo'p, mayl pastimizda ko'rganingizdek ko'k turibdi. Mana ujumalikda zombi turibdi mana. Mana. Ko'rganinglarda bemalol bu modni ishlatib qolaverasizlar. Nima? Qo'qasan. Yo'q, bana murod nima bo'ladi? Bundan keyin maytda shunday qilamiz. Bu yerdan endi anaqani joylaydi qilib qo'yamiz. Keyin ko'rganingizdek menga tegishib boshlashadi. Keyin bularda virusi bor. Sizlarni yarimjon qilib qo'yadi. Men mana shu modda ishlatganman. Shu bana murod. Liboyini qilaman, tushunishdingmi? Menga iplos qari ekansan, qari. Ko'rganinglarda bu ancha qiyin. Mana ko'rganinglarda yarim jonim qoldi. Qo'chdim. Moni tiqib olaman, tushunishdingmi? Mana. O'xshasan? Ko'rganingizdek hammasi kelaveradi oldingizga. Ko'rganinglarda buni qo'shig'i juda yomon, o'shaning uchun shu bilan hozir to'xtab turinglar. Do'stlar, shu bilan videomiz tugadi. Men nimaga skin ko'rmayapti? Buni qaranglar. Shu bilan videomiz tugadi. Like va obunani bosinglar. Yo'mayu balo. Videomiz tugadi. Sizlarga yoqqan bo'lsa like va obunani bosishni unutmanglar. Ko'rganinglarda men bitta oyoqni sakrab yuribman. Like va obunani bosishni unutmanglar. Hammaga xayr.